Pardozlangan jaholatdan tirildirilgan jahiliyatgacha. Navro'z bayrami haqida umumiy va shar'iy bayon. Bismillahirrohmanirrohim. Barliq hamdu sanolar bizni islom bilan musharraf qilgan, Qur'ondan iborat dunyolik va oxiratlik baxt saodat dasturi bilan tartiqlagan Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla jaholat qorong'uligidan hidoyat nuriga qandoq chiqishni ta'lim bergan, haq bilan botil orasini farqlantiruvchi sunnati saniyasi orqali bizga ulgu bo'lgan hikmat va ilm irfon maraslarini qoldirish orqali bizni zalolat patqoqlariga petib qolishdan muhofazat qilgan rahbarimiz va yo'lboshchimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oila tavobatlariga, uning yo'liga ergashgan ashabi kiramlarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashgan mo'min muttaqillarga durud va salomlar bo'lsin. Birinchi, Navro'zning ma'nosi va kelib chiqishi. Navro'z so'zi aslida Faris tilidan o'zlashgan bo'lib, xuddi navbahar, navqiron kalimalarida kelgandek, asli talaffuz qilinishi Navruzdir. Farischa nav yangi, ruz kun demakdir. Ya'ni Navruz yangi kun deganlik bo'ladi. Bu kalima kunimizda Navro'z deb, qarindosh turkiy xalqlarda Navruz yoki Navriz deb, arablarda Nayruz yoki Navruz deb talaffuz qilinadi. Navro'z kuni, ya'ni 3-oyning 21-kuni quyosh nurining ekvatorga 90 gradus tik tushishi bilan yo'riqliq chembarining shimoliy va janubiy qutblaridan bir vaqtda o'tish, kun-tun tanglashish hodisasi yuz berdi. Bu hodisa yana 9-oyning 22-23 kunlari orasi bir qatam yuz beradigan bo'lib, Farischa Mehrijan deb ataladi. Yilda 2 qatam yuz beradigan bu hodisa Alloh tarafidan o'rnatilgan qusursiz bir davriylikdir. Kunimizda Navro'z kuni Eronda Yangi yil bayrami, shundaqla Ozarbayjon, Qozog'iston qatorliq Turkiy ellarda rasmiy dam olish kunidir. Vatanimizdami Xitoy har darajalik partiya hukumatlari tarafidan 80-yillardan boshlab o'tgan bir necha yilgacha Navro'zlik alohida san'at kechiliklari o'rinlashtirilib, televizorlarda tarqatilib kelgan. Xalqqa Navro'zni Ro'za hayit va Qurbon hayit qatorliq milliy an'anaviy bayrami sifatida sangdirishga, naqshi usulga ram qilib bexutlashtirishga tirishilgandi. Halbuki ilmiy izlanishlarga asoslanganda Navro'z qadimki Uyg'urlarning xos an'anaviy bayrami bo'lmasdan, balki Faris, Afg'on va Kurd qatorliq millatlarning, hatto Misrliklarning qadimdan bugungacha davomlashib kelayotgan an'anaviy bayramidir. Uyg'urlar Navro'zni Ergenekon afsonasiga bog'lasa, Atashparastlar Zardusht yoki Zoroastrianlar va boshqalar diniy e'tiqodga bog'laydi. Qadimki Misr qibtilari Nil daryosining suyining o'rlishiga yoki fir'avnlarning e'tiqodiga chatadi. Bahoiylar bo'lsa bu kunni muqaddas hayit deb qaraydi. Bu jihatdan Navro'zning yuqorqi har bir millatda tabriklanishining turli afsona va e'tiqodlarga chatilgan asosda tabriklanib kelganligini, bayramning mazmun va kelib chiqishi xususida o'xshamagan ko'z qarash, faraz va afsonalar aralashib ketgan bayram ekanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Undaqda faraz va afsonalardan xoli bo'lgan islom shariati bu vaqtda qanday qaraydi? Undaqda biz shar'iy dalillar asosida Navro'zni bayram qilib qutlug'lash va tabriklashning islomdagi hukmi bilan tanishib chiqaylik. Ikkinchi, Navro'zni tabriklashning shar'iy hukmi. Shar'iy dalillarga binoan shuni kesib ayta olamizki, ikki hayitdan boshqa Navro'z va shunga o'xshagan yoki o'xshamagan har qanday bayramni Alloh va Allohning rasuli amaldan qoldirgan. Shundaqla mutaqaddim va mutaaxirin bo'lib, har qaysi davrlarda o'tgan ko'pchilik ulamolar mazkur ikki hayitdan boshqa bayramlarni tabriklashga bo'lmaydiganligini va buning islom nazarida bayram hisoblanmaydiganligini keskin o'tirg'a qo'yib kelgan. Buning bayoni mundaq: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga borganda, Madinaliklarning burun tabriklab kelayotgan bayramlarni amaldan qoldirib, ro'za va Qurbon hayitlarini rasmiy bayram qilib yo'lga qo'ygan. Anas radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda, Madina ahlining o'yin tomosha qilib tabriklaydigan 2 kuni bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkisi nima kun deb so'ragan edi. Ular: biz jahiliyat davrida mushu 2 kunda o'yin tomosha qilatdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: Alloh taolo sizlarga bu 2 kunning o'rniga bulardan yaxshi 2 hayit kunini almashtirib berdi dedi. Mazkur hadisdan ma'lum bo'lganidek, hijratdan burun Yasrib, ya'ni Madina xalqining 2 bayram tantana kuni bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib Madinaga kelgandan keyin bu 2 bayramdan xabar topgan va bu vaqtda ularga Alloh taolo sizlarga bu 2 kunning o'rniga bulardan yaxshi 2 hayit kunini almashtirib berdi deyish orqali ularni jahiliyatdagi bayramlarni tabriklashdan to'sgan va u 2 bayramni 2 hayitga almashtirib o'tgan. Almashtirishni ifodalashda Alloh almashtirdi degan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga tashrif qilganda qutlanayotgan 2 bayram haqida hadis sharihlari
ikki bayramning biri No'ruz, yana biri Mehrijon edi deb izohlaydi. Bular Parislarning bayramlari bo'lsa-mu, Parislar bilan qo'shni yashagan arablarmi Parislarning bu bayramlarini tabriklashadi. Lekin mayli qaysi bayram bo'lsin, Madinadagi arablar tabriklayotgan ikki kunni ikki hayitga almashtirganligi har turli diniy yoki afsonaviy manbalarga tutishadigan barliq bayramlarni amaldan qoldirganligi va vahiy asosida yangidan bayram ta'sis qilganligi hadisda aniq. Albatta, almashtirish imom ibn Taymiya aytgandek amaldan qolgan bayramni tabriklashdan to'xtashni bildirdi. Mabodo u bayramlarni amaldan qoldirish, tabriklamaslik kerak bo'lmasa edi, uni almashtirib o'tmay ikki hayitga yondashtirib, shodlik tantanasi sifatida boshqa bayramlarni o'z holiga qo'ygan bo'ladi. Mazkur an'anaviy bayram odatlari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mazkur amri bilan tark qilinmagan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Rashid xalifalar zamonidami Madinada tabriklangan, ta bugungacha davomlashgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning chaklashi keskin bo'lmagan bo'lsa edi, ozg'ina bo'lsa-mu qoldiqlari qolgan bo'ladi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni qattiq to'sgan. Qattiq to'sgan ish harom bo'lmay nima bo'lmoqchi? Darvaqa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikki hayitdan boshqa bayramni amaldan qoldirgan. Uning ustiga hadisda u bayramlarning diniy e'tiqodga chetilgan yoki chetilmaganligi bayon qilinmagan. Faqatla o'yin tomosha qiladigan ikki bayram kuni deyilgan. Shunga islomiyatdan ilgirgi bayramlar diniy e'tiqodga chetilsin yoki chetilmasin, ikki hayitdan boshqa bayramlar cheklanishda o'xshashdir. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ro'za yoki qurbon hayit kunida bundoq degan: "Ey Abu Bakr, har qandaq bir qavmning hayit oyimi bo'ladi. Bu bo'lsa bizning hayitimizdir." Demak, musulmon qavm millat bo'lganmiz, hayit bayramlarimiz Alloh tomonidan belgilangan va boshqa turli e'tiqoddagilarning bayramlaridan alohida farqlanib turadigan ikki hayit bo'ladi. 3. Sahoba va tabiinlarning Navro'zga tutgan pozitsiyasi. Tabiin Talha ibn Ubaydullah al-Xuzai bilan sahoba Anas ibn Malik radhiyallohu anhular Navro'z va Mehrijon kunlarida kofirlarga qarshi ish tutish yuzasidan yig'ilib ro'za tutish haqida so'ralganda, bu eng og'ir bid'atlardan bir bid'at. Alloh bilan qasamki, ro'za tutganlar Navro'z va Mehrijon kunlarini kofirlardan bakrak ulug'lagan bo'ladi degan. Chunki kofirlar Navro'z kunini shod-xuramliq tantanasi qiladigan bayram qilib olgan bo'lsa, mavi ibodatgo'ylar uni ibodat qiladigan hayit qilib olgan. Ikkisining qilmishi o'xshamasimi, alohida kun qilib olish jihatdan o'xshab qolgan. Hasan Basridan Navro'z kunida ro'za tutish haqida so'ralganda, u "Sizlarning Navro'z bilan nima ishinglar? Unuga parvo qilmanglar." U degan farislarning degan. Talha ibn Musarrif bir odamni elangishni ko'rib, haqiqatan men Navro'z kunidagi elangich sarg'ayda o'ynashni yomon ko'raman. Uni otashparastlikning bir parchasi deb qarayman degan. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu mundaq deydi: Kimki mushriklarning yurtida turib, ularning Navro'z va Mehrjonlarini tabriklab, ularga o'xshab olib o'lsa, qiyomatda ular bilan birga qopidi. Imom ibn Taymiya bu vaqtda mundaq deydi: Bu naql Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhumaning bu ishlarning hammasiga qatnashquchini kafir deyishni yoki do'zaxga kirgizadigan cho'ng gunohlar qatoridan qilishni taqozo qiladi. Lekin zohiridan kafir deyish ko'rinib turadi. Undaq bo'lar ekan, u ishlarning ba'zisiga qatnashish ma'siyatdir. Chunki mubah ishga jazo berilmaydi. Halbuki u ishlarning har biri jazoga loyiq bo'lmasa edi, undaq deyilmaydi. Rasululloh va xulafa Rashidin davri bo'lgan asr saodatda Navro'zga o'xshagan bayramlarning hech qanday o'rni bo'lmagan. Shunga xalifa Ali radhiyallohu anhuga Navro'z kuni tatliq turim hadiya sunilganda, buning nima munosabatda taqdim qilinganligini bilmagan va sababini so'ragan. Muhammad ibn Sirin rivoyat qiladi-ki, Ali radhiyallohu anhuga hadiya keltirildi. U bu nima deb so'radi. Ular: "Ey mu'minlarning amiri, bu kun Nayro'z, ya'ni Navro'z kunidir" degan edi. Ali radhiyallohu anhu Ondaqda har kuni fayruz qilinglar dedi. Bu voqeani rivoyat qiluvchilardan Abu Usama Ali radhiyallohu anhuning Nayruz degisi kelmagan degan. Imom Bayhaqi bo'lsa yuqorqi voqealikni sharhlab, mana bu shariat alohida qilmagan bir kunni maxsus tabriklashni yomon ko'rganlikdir deydi. Imom Ibn Taymiya bo'lsa Ali radhiyallohu anhuning ularning bayramini ular atagandek atag'usi kelmagan tursa, uni tabriklashni yomon ko'rmasmi deydi. Mayli qandaq bo'lsin, bu javob hargizmi bu bayramni e'tirof qilganlik emas. Aksicha, Hazrati Ali radhiyallohu anhuning javobi bu bayramni rad qilganligini ko'rsatdi. Ya'ni bizda bu kunga alohida ahamiyat berish yo'q, balki har kun bizga nisbatan Alloh taolaning ne'mat va iltifotlariga noil bo'ladigan qutlug kun demakchi. Ba'zi rivoyatlarda har kuni Nayruz qilinglar yoki
bizga har kun Nayruz yoki bizning Nayruzimiz har kun suv bilan debmi kelgan bo'lib, Hakim at-Tirmizi mazkur so'zlarni bu uningga parvo qilmaslikni maqsad qilgandek bir gap deb izohlagan. Talha ibn Musarrif radhiyallohu anhu Nayruz kunining kelib o'tib ketganligini to'ymasam xush bo'laman degan. 4. Ikki hayit barcha musulmon xalqlarining milliy bayramidir. İslamiyatda hayit bayram degan katta ibodatlar va ulug' kunlar bilan zich bog'langan. Ro'za hayit islomning 5 ruknining 3-chisi bo'lgan ro'za ibodati va fitr sadiqasi bilan bog'langan bo'lsa, Qurban hayit islomning 5 ruknining 4-chisi bo'lgan haj ibodati bilan qurbonlik qilish bilan bog'langan. Qurban hayit islomning 5 ruknining 4-chisi bo'lgan haj ibodati bilan qurbonlik qilish bilan bog'langan. Haftalik hayit bo'lsa, musulmonlar yig'ilib o'qiydigan juma namozi bilan bog'langan. Demak, dinimizdagi yillik 2 hayit bilan haftalik juma hayit muqaddas ulug' kun va zamonlar bilan katta taat ibodatlar bilan bog'langan bo'lib, uningda cho'nqur ma'naviyat, ilohiy barakat va tajalliyotlar mujassamlangan bo'ladi. Musulmonlar bu hayitlarda barakat va ilohiy o'rinlashtirishni his qiladi. Ibodat lazzatini tatiydi. Dunyoning har qaysi joylaridagi butun musulmonlar bu kunlardagi shodlik, barakat va tantanani o'rtaq his qiladi. Ular bayram qilishda biror rahbar yoki podshohning vaqaligini asos qilmasdan butun olamlarning yaratquchisi bo'lgan Alloh subhanahu va taolaning bekitishini asos qiladi. Buningda musulmonlar boshqa millatlardan alohida ayrilib turadi. Bu sababdan er yoki ayol, cho'ng va kichik har bir musulmon buningdan hayajonlanadi. Jamialarda, ko'ch-ko'ylarda va bozorlarda hamma birdek takbir va tahlil aytadi. Jamoat bo'lib birga namoz o'qiydi. Jamoatlar to'p-to'p bo'lib Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd deb takbir aytishadi. Farishtalar ko'chalarni, do'qmush-do'qmushlarni qoplaydi. Duo tilovatlar qaynaydi. Allohning butun bandalari ilohiy mukofotga erishadi. Shunga musulmonlar bu hayitlarning ma'nosini tushunishi, ruhini his qilishi kerak. Janobi Allohning hayit kunida ro'za tutishni harom qilganligi musulmonlarga qilgan marhamati va iltifotining jumlasidandir. Bu shuni ko'rsatadiki, Alloh taolo buni insonning o'z mayliga qo'yib bermay, balki uningga hayit kunida eg'iz aytishni majburiy bekitib etgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni ta'kidlash uchun ro'za hayit namoziga chiqishdan burun nashta qilib etib mangan va bizga buni sunnat qilgan. Qurban hayit kunimi Janobi Allohning ma'lum kunlarda Allohning ismini aytsin degan oyatidagi ma'lum kunlarning biridir. Uning oldidagi harpa, ya'ni Arafat kunimi Alloh taolo ulug' kitobida uning bilan qasam qilgan. Uni nurg'un fazilatlar bilan sharaflantirgan. Alloh taolo dinimizni kamoliga yetkazib, bugun sizlarning dininglarni kamoliga yetkazdim, sizlarga ne'matimni tamomladim, islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim degan. Bizga ne'matini tamomlagan, islom dinini bizning dinimiz bo'lishga tanlagan, bandalarga fazli marhamatini yog'diradigan, duolarni ijobat qiladigan, gunohlarni mag'firat qiladigan, Alloh taolo bandalarga yaqinlashadigan, ular bilan farishtalar oldida faxrlanadigan, shayton va uning lashkarlarini xarq qiladigan, musulmonlar yegona bir Allohga yelinadigan, qulluq izhor qiladigan ulug' bir kundir. Zulhajning oldingi 10 kun ichida qurbonlik qilish kuni. Zulhajning 10 kuni bo'lib, bu kunda musulmonlar Alloh taolo uchun atagan qurbonliklarni taqdim qilishadi, takbir aytishadi. Hojilar tavob, sa'i, talbiya aytish, ihrom bog'lash, Minoda turish, Minodan Arafatga, Arafatdan Muzdalifaga va Muzdalifadan Minoga yurish qilish qatorliq haj faoliyatlarini ado qilishadi. Demak, bu kunda yil bo'yi hech bir kunda qilinib boqmagan taat ibodatlar qilinadi. Arafat kuni Qurban hayit va undan keyingi tashrih kunlarining umuman Zulhajning oldingi 10 kunining fazilatlarini so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Demak, ikkili hayit Allohning mag'firatiga noil bo'ladigan ulug' kunlardir. Mana bu musulmonlarning dunyodagi hayitlardir. Kishilar ro'za hayit va Qurban hayitining bu qadar ulug'ligini bilmagachga, bu ilohiy hayitlarning qadriga yetmay, uningga o'z xohishlari bo'yicha bayramlarni qo'shib olish orqali mazkur ulug' ikki hayitning sha'nini tuvallatadi. İslamiyetimizde bir alohidalik bor. U bo'lsa-mu, islom real hayotda tatbiqlanadigan dunyolik va oxiratlik ehtiyojlarga tang ko'ngil bo'ladigan harakatchan dindir. U boshqa falsafa, e'tiqod va an'analarning aqidaviy va axloqiy faoliyatlariga singib kirishni rad qiladi. Aqidaning saf bo'lishini talab qiladi. Ammo savdo-sotiq va muomallarda bo'lsa, din prinsiplariga qarshi kelmasa, ozoda yo'l tutadi. Ikki hayitdagi mana bu xil xususiyatlar musulmon xalqlarda o'rtaq madaniyat hodisasini barpo qilib qolmay, yana farqli kulturlarning o'z farqini saqlagan asosda milliy hazoratini mustahkamlashga turtki bo'lgan.
Farqlı kültürlərinin İslamğa zid bolmagan bayram qilish odatlari bilan yo'g'irilish natijasida har millat musulmonlarning milliy bayrami bo'lishdek afzallik barpo bo'lgan. Halbuki Navro'z masalasida ilmiy tadqiqot olib borgan har qanday kishi bu bayramni ma'lum millat yoki yurtga xos deb bekitolmaydi. Turklar, farislar, kurdlar, misrliklar hammasida tarixdan buyon bor. Yana bir jihatdan qaraganimizda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qurban va ro'za hayitidan iborat ikki hayitni tabriklashga chaqirgan va islomiyatdan iborat yangi dinning an'analarini ulug'lashni tashabbus qilgan. Islom ko'rsatgan bu xil tabriklashlar Allohni zikr qilish, uningga itoat qilish va ruhiy tarbiyani o'z ichiga olgandan sirt shodlik va halol usulda ko'ngil ochish xushalliqlari bilan to'lgan. Demak, payg'ambar alayhissalom musulmonlarni hayit bayramlarining islom soyasi ostida bo'lishiga, o'yin tomoshalarining toat ibodat va ruhiy vaznasatlardan xoli bo'lmasligiga alohida ko'ngil bo'lgan. Buning bilan din bilan dunyo, moddiylik bilan ma'naviylik bir-biridan ayrilmay turdi. Chunki islomda dunyolikni markaz qiladigan sekularlikqa, oxiratni qo'g'lashadigan rohiblikqa o'rin yo'qdir. Balki islom har vaqt muvozanatni, odillikni, tangpungliqni saqlashni tashabbus qilgan o'tirhalliq dinidir. 5. Navro'zning diniy orqa ko'rinishi va bu vaqtdagi iddaolar. Biz Navro'zning islomiyatdan ilgirki diniy e'tiqodga munosabati bo'lsin, bo'lmasin cheklanadiganligini, islom nazarida jahiliyat bayrami qatorida qaraladiganligini yuqorida deb o'tdik. Lekin har davrning Abu Jahillar bo'lganidek, mazkur jahiliyat bayramini milliy deb da'vo qiladigan hamda buning diniy orqa ko'rinishi yo'qligini iddao qilish bilan mazkur jahiliyat bayramini aqlash tarafdorlarimi yo'q emas. Biroq ilmga samimiy bo'lgan holda ilmiy izdinish va tadqiqot xulosalariga qaragan vaqtimizda ishning haqiqatining ularning da'vo qilganidek emasligi ma'lum bo'ladi. Mundaqcha aytganda, Navro'zning turli millatlardagi diniy e'tiqod va afsonalarga chetishliq tarafini hech kim inkor qila olmaydi. Bu vaqtda turli tillarda yozilgan ilmiy tadqiqotlar bak ko'p. Uyg'urcha yozilganlardan misolga olsak, tadqiqotchilardan Abdushukur Muhammad Emin Navro'zning e'tiqodga chetishliq tarafini mundaq bayon qiladi. Navro'z O'rta Osiyo tabiat ilohchiligining yaldamisi. Navro'z Zoroastrizm e'tiqodidan ilgari shakllanishga boshlagan O'rta Markaziy Osiyo xalqlarining o'shki ayni o'kakdagi 12 ayvon yoki narsa nomida ataydigan va qiyotash suratlaridagi astronomiyalik tamg'alarda takror gavdalantirilgan ibtidoiy totemizm taqvimchiligiga asoslangan. Navro'z nuqul tabiat bayrami emas, u xili uzoq bir zaman quyoshga o'tqa, yo'riqlikqa bo'lgan diniy e'tiqod tusunumi elib keldi. Bu Zoroastrizmdan ilgari quyoshga cho'qinish, tabiat ilohchiligi shaklida Zoroastrizmdan keyingi Ahromazdagi sig'inish, diniy ilohiyatchilik shaklida ikki bosqichni beshidan o'tkazdi. Navro'z garchi yiroq o'tmishda tabiat ilohchiligi va otashparastlik faoliyatlarining muhim bir qismi bo'lgan bo'lsa-mu, davomli rivojlanish asosida butunlay an'anaviy milliy bayram xarakteri va tusini oldi. Abdukarim Rahman, Ravaydullah Hamdullah va Sherif Xushtar qatorliqlar yozgan Uyg'ur urf-odatlari degan asarda Navro'z bayramining bir qadar umumlashgan an'anaviy odatlari qisqacha bayon qilingan. Bu asarda Uyg'urlar orasida Navro'z bayramining qachon boshlanganligi haqida ishonchli tarixiy materiallarning yo'qligi eskartilib, Navro'z bayrami haqidagi ko'plagan afsona rivoyatlarga asoslanganda Navro'z bayramining paydo bo'lishi Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilishdan burunqi ko'k tangriga cho'qingan davr bilan munosabatlik deb jazmlashtiriladi. Tadqiqotchilardan Ali G'ofur Navro'z bayramining Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilishdan burunqi ko'k tangriga cho'qingan davr bilan munosabatlik ekanligini mundaq bayon qilgan. Uyg'urlar orasida Navro'z bayramining qachondan boshlanganligi haqida ishonchli tarixiy materiallarga ega emasmiz. Lekin Navro'z bayrami haqidagi ko'plagan go'zal afsona rivoyatlarga asoslanganda Navro'z bayramining paydo bo'lishi Uyg'urlarning islom diniga e'tiqod qilishdan burunqi ko'k tangriga cho'qingan davr bilan munosabatlik. Ko'k tangriga e'tiqod qilgan ashu qadimki Uyg'urlar ko'kda jimirlab turgan yulduzlarning o'rilishiga qarab, ularni o'xshamagan sifatlar bilan ta'riflashgan. Ularning tonishicha, Аққозы yulduzi insonlarga baxt ato qilguvchi iloh. Qush, baliq yulduzlarning yo'qolib, Аққозы ilohining bosh ko'tarib chiqqan kuni insonlarga baxt va talay keladi degan aqida bo'yicha Аққозы oyining boshlangan kuni milodiya kalendari bo'yicha 3-oyning 21-kuni Navro'z bayrami qilib bekitgan. Tarixiy tartib jihatdan Navro'z haqidagi rivoyatlarning eng beshida Hijriya 2-asr, milodiya 8-asrda yashagan atoqli adib Abu Osman Amir al-Jahizning bayoni keladigan bo'lib, u Navro'z haqida Xusrav tunji bo'lib Navro'zni paydo qilgan deydi.
qadimki olimlardan mashhur astronom va matematik Muhammad ibn Jabir ibn Sinan al-Battani Az-Zayjus Sabi nomli mashhur kitobida Paris oylarining birinchisi Mahi Farvardir. Uning birinchi kuni Navro'zdir deydi. Paris shoiri Abul Qasim al-Firdavsi mashhur Shahnoma nomli asarida Navro'z kunini Iran podshohi Jamshidning qutlug' kunining xotirasi deb qaraydi. U bu vaqtda mundaq yozadi: Bir taxt yasadi hamma yeri zar. Shavkati shahona beziki go'har, devi ko'tarib ushsun deb bo'ldi farmon, taxt ko'tarildi, yaqin bo'ldi osmon. Taxt ko'kda parlaydi, xuddi bir quyosh. Farmondor o'ltirar unda silkib bosh, hamma jam odamlar qarar taxtiga, jahon qoyil bo'ldi shuhrat baxtiga. Jamshidga chechishar oltin go'har, shu kunni yangi yil bayram deyishar. Ulug'lar shodliqda nazmi qurishdi, yuzlarini nag'miga, mayiga bo'rashdi. Bu baxtiyor kunni shuningdan buyon shohlardan yodigar deb biladi jahon. Xorazmlik Abu Rayhan Muhammad al-Birunimo Al-Asarul Baqiya nomli asarida Navro'zning mushu ism bilan atalish sababini Iran hukmdori Tahmuras zamonida Sabiiylardan o'tirib chiqqanligi, Jamshid taxtiga chiqqandan keyin diniy islohot olib borganligi munosabati bilan yangi kunni Navro'z bayrami qilib bekitganligi va u kunning undan ilgari ulug' deb qaraladiganligi haqida bayonlarni bergan. Ataqlıq astronom va matematik Ömer Hayyammo Navro'z nomida tunji bo'lib, Navro'zni podshoh Jamshidning bayram qilib bekitganligi va qutlaganligini, undan keyingi podshohlarning uning izini bosganligini muayyanlashtirdi. Jamiyatshunoslik ilmining asoschisi va tarixchi Ibn Xaldunmo Zardushtning ilgari ma'nutchehir o'chirgan otashlarni yangidan yiqib, parislarga atiyazda kun-tun tanglashganda Navro'z, kuzda kun-tun tanglashganda Mehrjondan iborat ikki bayramni o'rinlashtirib berganligini bayon qiladi. Texmi qadimki davrlardagi yozmalarga qaraydigan bo'lsak, Qo'chi Uyg'ur xalqi davrida To'xar tilidan tarjima qilingan Maytri Simit nomli Budda dramasining kirish so'zida mundaq tilga ilingan. Yana madhiyalashga arziydigan oyga, arzu qilgan kunga, tanlangan yaxshi paytga, qutlug' xayrlik vaqtga, qutlug' qo'y yili jun Kabisa 3-oyning 22 kuniga, men uchun erdanki itoatchan, ko'ngillik upashi jutashiyaga, tutuq ayolim tuzun bilan birlik, keyin keladigan Maytri Burxonga uchrashayli deb bir Maytri haykalini bezatdik, ya'ni yasatdik. Bir Maytri Simit nominimi ko'chirtkizdik. Bu yerda tilga ilingan madhiyalashga arziydigan oy, arzu qilgan kun, ya'ni 3-oyning 22 kuni dal Navro'z bayrami kunidir. Boshqa tillardagi tadqiqotlarda muayyanlashtirilishicha, ko'p vaqtlarda xato holda Qurbon, Navro'z bayramlari, sunnat murosimi qatorliq yiltizi texmi qadim zamonlarga tutashgan bayramlar va murosimlarmi islom dini bilan chetishliq deb qaralsa-mu, lekin tadqiqotlar hamma murosimlarning qadimki dinlar bilan chetishliq ekanligini, bugungi kunda boshqa dinlarga e'tiqod qilayotgan turklarning murosimlari odat an'analari qatorida o'rin olganligini ko'rsatmoqda. Qadim turklarning 4 emas 5 unsuridan biri bo'lgan quyoshqa, uning zamindagi simvoli bo'lmish o'tqa bo'lgan hurmati kunimizda butun turklarning murosimlarida o'zini ko'rsatdi. Uzun yillar Ozarbayjondagi murosimlardagi o'tqa, o'choqqa chetishliq odatlar zardushtlikqa va otashparastlikka chetiladi. Lekin texmi qadimki davrlarda e'tiqod qilingan shamanizm bilan munosabatlik ibodat va odatlarning mavjudligi bu qarashning xatoligini muayyanlashtirmoqda. Gulxan yaqilgan yerda o'tning ustidan atlash, yana kelib og'riqni, azarni va balo qazoni o'tqa to'kitish o'tni muqaddas biladigan bir yerda qabul qilinmaydi. Bu marosim o'tning poklag'uchi, saflashtirg'uchi, sog'lomlashtirg'uchi va pokizlovchi ekanligiga e'tiqod qilishga, ya'ni shaman e'tiqodidagi o't bilan bog'lanishliqdir. Hech tasodifiylik emaski, ba'zi turkman boylari uni shaman o'ti deb ataydi. Turk tadqiqotchilardan Gulliyol o'g'li mundaq deydi: Navro'zning yaratilish, aprida bo'lish, yangidan tug'ilish va tabiatning jonlantirish kuchiga e'tiqod qilishga chetishliq tarafi bor. Navro'z o'tidan atlash gunohlardan poklanishdir. O't ulug' deb qaraladi. Tabiatning uyg'onishi o't bilan tabriklanadi. Ruscha yozilgan ba'zi tadqiqotlarda mundaq deyilgan: Afsonalarga ko'ra bu bayram eng dastlab qatim Iran hukmdori Jamshid tarafidan kecha bilan kunduz tanglashganda qutlangan. İsbatlarning hammasi Navro'z bayramining texmi ibtidoiy butparast madaniyatlardan kelib chiqqan degan ehtimollikni isbotlaydi. Demak, Navro'z nuqul tabiat bayrami emas, balki diniy e'tiqodga bog'langan bir bayramdir.
Hacı Yaqub Yusufning bayon qilishicha, yaqinqi zamondagi tadqiqotchilardan Bayram Ali Bayevmo Navro'zni otashparastlikning manbasi bo'lgan zardoshlikqa bog'lasa, Abdullah Shoiq xotirlarida Navro'z bayramining otashparastlar odatlari bilan munosabatli ekanligini yozadi. Sharqiy Turkiston xalqi O'rta Osiyo xalqlariga o'xshash uzoq tarixiy jarayonda shaman, mani va zoroastrizm, Nestorianizm va Budda dinlariga oxirida islom diniga e'tiqod qilgan bo'lib, bu dinlar islomning harakatchanligi va dinamikligi oldida put tirab turolmagan va islom kulturi va madaniyati ularning tarixiy bosqichlarida asosiy omil bo'lib kelgan. Faqatla ko'ni dinlarning ba'zi bir g'uva iznalari madaniyat hodisasi sifatida bayram va an'anaviy murosimlarda saqlanib qolgan. Mayli qandaq bo'lsin, shar'iy hukm jihatdan Navro'zni tabriklashning dinimizda cheklanishida Allohning rasulining aniq ifodalab cheklaganligi asosdir. Chunki diniy hukm Qur'on va sunnatdan olindi. Buning oldida boshqa har turli tahlil va mulohizalar yoki biror olimning Navro'z munosabati bilan biror ishni qilishi yoki biror shoirning Navro'z haqida she'r qo'shiq yozishi yoki Navro'zni tilga olishi yoki ma'lum yurtning yoki millatning Navro'zni bir muddat tabriklab an'ana sifatida saqlab qolishi bu hukmga ta'sir yetkazolmaydi. 6. Navro'z kuni qutlug' va xosiyatli kun ekanlik iddaosi. Yozuvchilarimizdan Imin Tursunmo bu kunning qadimdan qutlug' kun deb qaraldiganligini muayyanlashtirib mundaq yozadi. Ağallarimizdan tartib bo'g'inlarimizgacha bu kun qutlug' kun sanıldı. Navro'z oldida va mazgilida har kim yaxshi, savobli ishlarni qilishga o'zlarini tirishidi va o'zgalarni rag'batlantiradi. Ağalarimiz Navro'zni qutlug', xosiyatli degan tushunchasi bo'yicha kimki yil boshida, ya'ni Navro'z ayyomida savobli ish qilsa, shu kishiga yil bo'yi yaxshilik, savob nasib bo'ladi deb biladi. Tadqiqotlardan Ali G'opur ajdodlarimiz Navro'zni xosiyatli bayram deb qarag'achqa, kimki yil boshida, ya'ni Navro'z ayyomida savobli ish qilsa, shu kishiga yil bo'yi yaxshilik nasib bo'ladi deb biladi deydi. Navro'zning xosiyatlik, barakatlik va qutlug' deb qaraldiganligini muayyanlashtirgan yozuvchilardan professor Erman Arton mundaq deydi. Navro'zdagi o't murosimi ko'plagan madaniyatlarda yo'riqliq, poklanish, tozalanish, barakat va mo'lliqning simvolidir. Navro'zda haqiqatan barakat bormi? Barakat Imom Rag'ib al-Asfahani ta'riflagandek bir shay'ida ilohiy xayrlikning bor bo'lishidir. Bu xayrlik bor bo'lgan narsa muborak bo'ladi. Tabriklash bo'lsa barakat tilash demakdir. Barakalloh. Alloh sana barakat ato qilsin deganlik bo'ladi. Tabarruk, tavarruk xayrlikning va ajrning ziyoda bo'lishini, ya'ni barakatni tilashdir. Bu barakat rizq va hidoyat qatorliqlarga o'xshashla Allohdan keladi. Bu oyatlar bilan isbotlangan aqidadir. Hadis sharifdami barakat Allohdan deyilgan. Allohning barakati bilan qadr kechisidek ba'zi vaqtlar, ikki haramdek ba'zi joylar, hatto payg'ambarlardek ba'zi insonlar muborak bo'ladi. Ondaqda Navro'z kundagi barakat va xosiyatning isboti qani? 7. Tarixdan buyon Turkiston ulamolari Navro'z tabriklagan degan iddia. Ba'zilar Qaraxoniylar va Saidiya zamonida, shundaqla ta bugungi kunimizga qadar ulamolar yig'ilishib Navro'z tabriklagan deb da'vo qilishadi. Shu jumladan Mahmud Kashg'ari, Yusuf Xas Hajib, Rabg'o'zi, Navoiy va Muhammad Sodiq Kashg'ariylarni misolga olishadi. Vaholanki, yuqorida tilga olinganlarning hech biri Navro'zni tabriklagan emas. Aksincha, bu iddia mazkur olimlarga qilingan tuhmatlar bo'lib qolmay, ilmiy izlanishdan benasib maddah mijoz kishilarning o'ydirib chiqqan so'zlardir. Chunki bir-birlab tekshirganimizda ahvol ular degandek emas, dal qarma-qarshi ekanligini ko'rib olg'ali bo'ladi. Haqiqat shuki, Navro'z bayramini O'rta Osiyo, Turkiston va Mavaraun Nahri ulamolari tarixdan buyon cheklab kelgandan sirt, yurtdagi hozirgi zamon mo'tabar olimlarimizmi buni cheklashda birlikka kelgan. Buning bayoni mundaq. Anatoliyadan Kashg'argacha, Qohiradan Iroqgacha, Erondan Hindistongacha, turk, arab va ajam xalqlaridan Hanafi, Shafi'i, Hanbali, Maliki olimlar, jumladan Turkistonning sharqiy va g'arbida yetishgan ulamolar Navro'z qutlashni to'g'ri ko'rgan emas. Bo'libmi Buxoro va Samarqand olimlari Navro'zni cheklab qolmay, buxorolik hadisshunos faqihlar nazarida Navro'z bid'at, hatto uningdan ig'irroq hukmga bo'yrilgan. Masalan, Buxorolik imom Abu Hafs al-Buxoriy Navro'z haqida mundaq deydi. Navoda bir kishi Allohga 50 yil ibodat qilib, keyin Navro'zni tabriklab bir mushrikka bir tuxum sovg'a qilsa, kafir bo'ladi. Qilgan amallari bekor bo'lib ketadi. Bu ig'ir hukm e'tiqod qilib tabriklashga qartilgan bo'lib, Hanafiy mazhab olimlarining ko'pchiligi Navro'zni tabriklashga harom degan hukmni berishgan.
Dinning iftixori Abul Mahasin Hasan ibn Mansur ibn Mahmud al-O'zgandi al-Farg'oni hazratlari mundaq deydi. Kimki boshqa chog'larda setib olmagan bir narsani Navro'z kuni deb setib olsa yoki u kunni kofirlar tabriklagandek tabriklab boshqalarga sovg'at bersa, kofir bo'lib ketadi. Tabriklamasdan sayli sayohat yoki sovg'atlash maqsadida odatdagidek setib olsa, kofirlarga o'xshab qolish jihatdan makruh bo'ladi. Bu kunda u kundan burun yoki keyin qilmaydigan bir ishni qilmasligi, buningdan saqlanish lozim. Tonulgan zahid Hanafi alim Shayx İmam Abu Ali Muhammad ibn Valid as-Samarqandi al-Hanafi al-Jami'ul Asghar degan kitobida yuqoriqiga o'xshash degan. Türkiston ulamolaridan Kasan yoki Kashanliq İmam Alauddin Abu Bakr ibn Mas'ud al-Kasani hazratlari Navro'z kuniga o'dillab ro'za tutishni yomon ko'rgan. Shamsul Aimma İmam Saraxsi bilan İmam Burhoniddin Marg'inonilar savdoning shartlari to'g'risida mundaq deydi. Navro'z yoki Mehrjon kunlari, shundaqla xristianlarning ro'za tutish vaqtiga yoki yahudiylarning bayramida topshiradiganga sodlashsa, sodisi noto'g'ri bo'ladi. Chunki musulmonlar odatda u vaqtlarni bilib ketmaydigan bo'lg'achqa, bu musulmonlar bekitadigan muddat emas. Ikki taraf bilsa, soda joiz bo'ladi. Buni ilgari İmam Abu Hanifa rahmetullahi alayhining shogirdi İmam Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani mu degan. Bu shu chaqlarda u diyorlardagi umum musulmonlarning Navro'z yoki Mehrjon vaqtini aniq bilmaydiganligini ko'rsatdi. Anatoliya turklaridan chiqqan olim İstanbul qozisi Shayxul Islom Xo'ja Abdurrahmon afandining kuy o'g'li Shayxzoda Abdurrahmon Damad afandi mundaq deydi. Navro'z va Mehrjon munosabati bilan hadiya berish joiz bo'lmaydi. Bu ikki kun munosabatida hadiya berish haromdir. Balki daqa shu kunni ulug'lash niyatida bersa kufrdir. Hindiston olimlariga kelsak, buyuk podshoh Avrangzeb olamgirning farmoni bilan ulamolar hay'ati tuzib chiqqan Fatvo-i Hindi Hindiston fatvolar majmuasida mundaq kelgan. Atashparastlarning Navro'ziga qatnashish va ularning faoliyatiga moslashish kufrdir. Ko'pincha bu ishlarni ulardan yangi musulmon bo'lganlar qiladi. Ular bilan birga chiqib tabriklab, to'ymasdan kofir bo'lib ketadi. Sultan Avrangzeb olamgir Hindistonni islom diyori bilan qarab, milodiya kalendari o'rniga hijriya kalendarini yo'lga qo'ydi. Islom shariatiga amal qildiganligini izhor qilib, Hindistonda Navro'zga o'xshash butparastlik bayramlarini, qoida-usullarini amaldan qoldirdi. Sunnatni ahyo qilib, islom bayrog'ini keng territoriyada lapildatdi. Hindiston olimlaridan yana Faxruddin olim Ibn Alauddin al-Indarpiti al-Hindining podshoh Fayruz Shoh To'g'liqning vaziri A'zam Tatarxonning taklifi bilan milodiya 1365-yili qalamga elib, vazir Tatarxonga nisbat bergan Tatarxon fatvolarida atashparastlarning Navro'z bayramiga ular bilan birga qatnashib, birlikda faoliyat o'tkazsa, o'zi to'ymasdan kofir bo'lib ketadi deyilgan. Yuqorqi ikki kitob Hindistonda asrlab hukm surgan islom davlatining qonun kitoblari bo'lib hisoblanadi. Yuqorqi naqllar butun turk va islom dunyosidagi Hanafi mazhab olimlariga yetakchilik qilgan ulamolarning fiqhiy asarlaridan bir qism naqllaridir. Hanafi musulmonlardan bo'lmish Sharqiy Turkiston aholisimi albatta ashu kitoblardagi ahkamlardan boshqacha qarashda bo'lmagan. 8. Boshqa mazhab ulamolarining Navro'z haqidagi bayonlari. Maliki mazhab olimlari mundaq deydi. Navro'z qibti yilning tunji kuni bo'lib, u kunda o'yin tomosha qilish, guvohlik berish salohiyatini yo'qotadigan bo'lib, u jahiliyatning va xristianlarning qiliqlaridandir. Ba'zi yurtlarda sayoq kishilardan sodir bo'ladi. İmam İbn Taymiya Navro'zga o'xshagan bayramlar haqida musulmon bu xil bayramlarning dinda asosi yo'qligini bilishi lozim. Dinda asli yo'q bo'ldigan, ba'zilar uni o'zlari paydo qilib olgan bo'lishi yoki uni kofirlardan olgan bo'lishi mumkin. Shunga u aqalli taqdirda bid'atlar qatoridan bo'ladi. Farislarning Navro'z, Mehrjon bayramlari Yahudilarning va boshqa arab, ajam va arabiylardan iborat turli kofir millatlarning bayramlarining hukmi shundoq degan. Tabiilardan Hasan Basri ballarning muallimlariga Navro'z bilan Mehrjonda hadiya berishi yomon ko'riladi. Musulmonlar muallimga 2 hayitda, Ramazonda va safardan kelganda hadiya berishadi degan. Andaluslik imom Abul Valid ibn Rushd al-Qurtubi muallimlarga Navro'z va Mehrjon munosabati bilan hayitlik berishni yomon ko'rgan. U mundaq deydi: hayitlarda muallimlarga hadiya taqdim qilish mustahab. Xristianlarning Navro'z, Mehrjondagi hayitlarda makruh bo'lg'achqa, uni qilganlarga joiz bo'lmaydi. Qabul qilganlarga halol bo'lmaydi. Chunki bu shirkni ulug'laganlik doirasiga kiradi. Ro'za tutish masalasidami olimlarimiz shanba yoki juma kunini ayrim ro'za tutish kuni qilib bekitib olishni cheklagan hadislarga qarab, Navro'z va Mehrjon kunlarida ayrim ro'za tutishni yomon ko'rgan.
Agar ro'za tutib o'tib shu kunga o'dil kelib qolsa mayli degan. Chunki No'ruz bilan Mehrjon kunlari farislar va kofirlar ulug'laydigan ikki bayram bo'lg'achqa, u kunlarda atay ro'za tutish shanba kuniga o'xshash, u kunlarni farislarga o'xshash ulug'lagandek bo'lib, u biz musulmonlar uchun ulug'lashdan cheklangan kunni ulug'laganlik bo'ladi. Buningga qiyosan kofirlarning har qanday bayrami yoki ulug'laydigan kuni o'xshash. 9. Yaqinqi va hozirgi zamon Sharqiy Turkiston olimlarining Navro'zni tabriklash to'g'risidagi mavqesi. Yaqinqi zamon Sharqiy Turkiston olimlarining ko'z qarishiga kelsak, hozirga qadar ulardan birarsidan Navro'zni tabriklashni joiz deb fatvo berganligi ma'lum emas. Aksicha, ular Navro'z tabriklashni bid'at va harom deb kelgandir. Tajalli Hazratim Abduqodir Damollam, Sabit Damollam yoki Abdul Hakimxon Mahsum Hojim va yoki boshqa olimlarimizning birarsining Navro'zni tabriklash joiz degan fatvosi yo'q. Muhammad Salih Damollam 2009-yili Miroj oshxonasida Navro'z tabriklashga qatnashib qolgan bo'lib, 2010-yili Navro'z arifasi kuni vatanimizning bir qancha shahridan kelgan ulamolar yig'ilib, Muhammad Salih Damollamning huzuriga 2 kishini kirgizib, u to'g'rida suhbat olib borgandan keyin Muhammad Salih Damollam u so'ringa uzrlik borganligini, Navro'zni diniy nuqtadan bid'at deyish kerakligini ta'kidlagan va suhbatga kirgan Niyaz Damollam Bo'stoniy bilan Abdusabir Hojim Xotani ikkalanga aniq qilib, atiki Navro'zga bormayman. Boshqa ahli ilmlarga o'zlarimni yetkazib qo'yinglar. Qiyomatda har qaysinglar menga shohid bo'linglar. Men Navro'zga bo'lgan burunqi qarshimdan yandim degan. 2009-yili Navro'zni tabriklashning hukmining Muhammad Salih Damollamning o'zirlik holatda qatnashishga majbur bo'lganligini ta'kidlaydigan yana bir nuqta shuki, Damollam 1993-yili nashr qilgan Arabcha Uyg'urcha qisqacha lug'at degan asarida Navro'zni Faris xalqining yangi yili deb izohlagan. Bumi Damollamning mazkur bayramni Uyg'urlarning milliy bayrami deb qarmaydiganligini, islomiy nuqtadan qabul qilmaganligini ta'kidlaydi. 10. Navro'z tabriklashda olimlarimizga qilingan tuhmatlardan misollar. Bütün tarixiy materiallarga enchiklab qaraydigan bo'lsak, vatanimizda Sultan Sutuq Bug'roxon davrida chechilgan islom urqi bix surib, keyingi xonlar davrida jo'sh urib yashnab, Qaraqitan, Mo'ng'ul qirg'inlarga tiz bukmay, aksicha o'zunga qolmay Chag'atay avlodlarini islomning sardoriga aylantirgan aqidasi sap ajdodlarimiz undan keyinmi na Yarkan xonligi davrida, na Jo'ng'ar, Manju istibdodi davrida, na Kashag'ariya davlati zamonida va na 60 yillik Manju Mingo istibdodi davridan keyingi ikki qatimliq Sharqiy Turkiston islom jumhuriyatlariga qadar Navro'z bayramining ulamolarning fatvosi bilan tabriklanib kelganligiga biror isbot topilgani yo'q. Diyorimiz olimlari Navro'zni tabriklaydi deb baqqanlarning hech qaysisi o'zlari naql qilgan shu ma'lumotlarni biror olimning fiqh asaridan yoki tafsir hadis kitoblaridan fiqh hukmga aloqador biror mo'tabar risoladan ko'rsatib berolmaydi. Balki biror divan, biror she'r va boshqa asarlardan Navro'z kalimasi uchrab qolsalar, buni almisoqdan biri bor odam, hatto Allohning hukmi deb tushunib oladi. Bu xuddi romandan tarix naql qilgandek, adabiy asardan fizik qonuniyati yoki matematika teoremlarini olgandek bir ilmiy xatolik. Masalan, Navro'zni tabriklashning hukmida bo'ladigan cho'qim buni shu kasbdagi mo'tabar olimlarning asarlaridagi aniq hukmga aloqador bayonlarni naql qilib isbotlash lozim. Yana bir yozuvchi Mahmud Kashg'ariy Turk tillar divoni nomli asarida yangi kundan keyingi tunji bahor oyini o'g'loq oy deydi. Uningdan keyingi oy ulug' o'g'loq oy deyiladi. Chunki bu oyda o'g'loqlar cho'ng'iydi. Insonlar va jonliqlar Navro'z bilan jonlanadi. Navro'z jahon baxt saodatining onasi, barakat va xushalliqning manbasidir. Bu sababdan kishilar bir-biriga ko'ngillarni ifodalab, saxiylarcha xushalligini namoyon qiladi deb yozgan deydi. Va bu naqlning manbasini Mahmud Kashg'ariy Divoni lug'ati Turk Shinjon xalq nashriyati Uyg'urcha 1-tom 452-bat deb ko'rsatdi. Bu mazmunni Dunyo Uyg'ur yozuvchilari uyushmasi Facebook sahifasida 2019-yili 21-martdagi Navro'z bayramimizga muborak bo'lsin nomli tabriknoma so'zini aynan takrorlaydi. Mana bu qip-qizil yolg'onchilik va aniq tuhmatdir. Chunki Mahmud Kashg'ariy Divoni lug'ati Turk Shinjon xalq nashriyati Uyg'urcha 1-tom 452-batda bayon qilgani mundaq. Turklarda haftaning 7 kunining eti yo'q. Chunki hafta degan hukm islomdan keyin ma'lum bo'ldi. Aylarning ismiga kelsak, shaharlarda arabcha oy ismlari qo'llaniladi. Ko'chman turmush kechiradigan musulmon bo'lmagan turklar yilni 4 faslga bo'lib, har 3 oyni bir nom bilan ataydi. Yilning o'tishini shu nom bilan ataydi. Masalan, Navro'zdan keyingi tunji bahor oyini o'g'loq oy deydi. Uningdan keyingi oyni ulug' o'g'loq oy deydi. Chunki bu oyda o'g'loq cho'ng bo'ladi. Uningdan keyingi oyni ulug' oy deydi. Chunki bu oy yozning o'rtasida bo'lib,
Bu chaqda yer yuzi turli ne'matlarga to'lib mol-varallar samiriydi, sut ko'paydi va shuningga o'xshash. Ko'p ishlatilmagachga qolgan ay ismlarini bu yerda so'zlab o'ltirmayman. O'zing bilib ol. Alim o'z davrida mazkur divonni arabcha qalamga olgan bo'lib, yuqorqisi diyorimizda e'lon qilingan Uyg'urcha tarjimasidir. 20-asrning birinchi choragida chop qilingan arabcha nusxasida kelgan mazmunni so'zma-so'z tarjima qilsak mundoq chiqadi. Turklarda 7 kunning ismi yo'q, chunki hafta islomdan keyin bilingan. Shuningdek, shaharlarda oylarning ismlari arabcha ataladi. Ko'chmanlar va nadon kofirlar uni 4 mavsum bo'yicha ataydi. Har 3 oyga tang zamonning bir ismi bor. Uning bilan 1 yilning o'tganligi bilinadi. Navruzdan keyingi bahorning boshlanishiga o'g'loq oy deyilganiga o'xshash, uningdan keyingisi ulug' o'g'loq oydir. Chunki ikkinchi oyda u o'g'loq cho'ng bo'ladi. Uningdan keyingisi ulug' oy, ya'ni buyuk oydir. Chunki bu yozning o'ttirisidir. Bu mezgilda sutlar ko'paydi. Butkul hayvonlardan va yerdan chiqadigan mahsulotlar ko'paydi. Boshqa oylarmi mushunga o'xshash. Bilginki, bak oz ishlatilganlik uchun ularni bayon qilmayman. Divandan bevosita olgan bu naql bilan yuqorqidek ilmiy qo'ymachilik bilan olgan naql o'ttiridagi farq va burmalash mana men deb chiqib turdi. Mahmud Kashg'ari ko'chman va nadon kofirlarning oylarni atash odati va e'tiqodini bayon qilgan. Ammo Kashg'ar qatorliq shaharlarda bo'lsa, islomiyat qabul qilinib, oylarning ismi arabcha atalganligini tilga olgan. Tipik islom olimi Mahmud Kashg'arining divanida Rahman va Rahim Allohning ismi bilan boshlayman. Yordam u zotdan bo'ladi. Cimi hamd sanalar yaratishi go'zal, fazli marhamati katta Allohga bo'lsinki, u Jibrilni aniq bayon qilish va tafsili tushuntirish uchun Muhammadga tushirilgan kitobni avatgandir. Uningda halol haromni bayon qilgandirki, u payg'ambar to'g'ri yo'lda mengib, sihatda eng ig'ir kasal, ifodalashda eng gachi bir chaqda mayak va pakitni tikladi. Allah onunğa və xeyirlik xo'jalar bo'lgan oila tavobatlarga durud salomlar yo'llag'ay deyish orqali o'zining halol va harom ishlarini Allohning amri bo'yicha bayon qilgan Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'lida mangdiganligini ifodalagan. U zotning yuqorida biz bayon qilgan olimlar bilan o'xshash qarashda ekanligini quvvatlaydi. Bundaq bir yutuq olim qandaqsiga payg'ambarning ko'rsatmasiga Turkiston va O'rta Osiyo, hatto butun dunyo olimlarining fiqhiy yakunlariga xilof ish qilsin. Yana ba'zilar Yusuf Xasajib Qutatg'ubelikda Navruzni tilga olgan deydi. Qutatg'ubelikda Navruz tabriklash to'g'risida yoki tabriklasa bo'ladi degan gapmi yo'q. Faqatla bir davrni bahorga o'xshatgan majoziy so'z bor. Agar boshqa bar bo'lsa, tapalaqanlar keltirgay. Isbotlayolmasa tuhmatdir. Yana ba'zilar Nasriddin Rabg'o'zi Qisasul Anbiyoda Navruz haqida mundaq degan. Amir Navoiy undaq degan deyishlari mumkin. Halbuki Rabg'o'zi, Atayi, Sakkaki, Lutfi, Zalili va Navoiy qatorliq olimlar davrining katta ulamolari bo'lish bilan birga klassik adabiyotining namoyandalari bo'lib, ularning adabiyotga aloqador asarlardan fiqhiy hukm ilinmaydi. U asrlardagi shoirlar asosan Navruzni madhiyalab she'r yozishda Paris madaniyati ta'siriga uchragan. Shunga Rabg'o'zi, Lutfi, Atayi va Navoiy qatorliq shoirlar Navruz kunini madhiyalab, tasvirlab, muhabbatnoma, g'azal va lirik ham epik qo'shiq she'rlarni yozadi. Lekin bu Navruzni tabriklash joiz degan hukmni bermaydi. Hamda ularning Navruzni Uyg'urlarning an'anaviy bayrami deb qaraydiganligini konkret qilib ko'rsatib berolmaydi. Bunun isboti shuki, shoir adiblardan Mir Alisher Navoiy o'zining Tarixu Mulkul Ajam nomli asarida Navruz bayramining kelib chiqishini buyuk ehtimol bilan Shahnomadan iqtibos olib, podshoh Jamshidga bog'laydi va Jamshid zamonidagi Navruz bayramini bayon qiladi. Yana ba'zi yozuvchilar Muhammad Sodiq Kashg'ari yozgan Tazkira-i Azizanda mundaq deyilgan. Bugun Navruz bayrami. Uyimda ziyofat hozirladim. O'zlari qadam tashrif qilala deb yozadi. Bu ahkam isbotlashga yaramaydigan naql. Chunki u so'zni Muhammad Sodiq Kashg'ari yoki boshqa biror olim degan emas. Balki Saidiya xonaga suiqasd planlagan bir xoin munofiq Fatoji G'ozibekning deganligi ma'lum bo'ladi. Tazkira-i Azizanda Navruzning tilga ilinishi mundaq. Qalmoqlar Kashg'ar va Yarkandagi xo'ja avlodlari podshohlarning qalmoqlardan yuz o'rib, mustaqil musulmonlarning davlatini qurib chiqish niyatini ta'minlab, 300 kishilik sarkarda bilan Kashg'ar va Yarkandga avatadi. Bularning vazifasi musulmon podshohlarning niyati qalmoqlardan yuz o'rib, mustaqil bo'lish bo'lsa, ularni o'ldirish edi. Qalmoqlar elchisi Kashg'arga borganda Hoji Yusuf sagaklik bilan ulardan qutulib qoldi. Ular Yarkandga borganda Hazrati Hojam podshohning mustaqil bo'lish niyatini sezib, uni o'ldirish suiqasdi planladi.
Qalmoqqa g'alchilik qilgan munofiqlardan biri bo'lgan Fataji G'azibek qalmoq elchisiga maslahat berib, podshohga ordusida qo'l serish mumkin emas. Shunga sizlar bizning uyda og'rib yetib qolgan bo'lsalar, podshoh sizlarni ko'rgil kelganda qo'l solamiz deb suiqasd planlaydi va podshohga mundaq deydi: Taqsir podshohim, bugun berib mening kulbaxonamda so'rin to'silar. Elchi kofir qattiq kasalga giriftor bo'libdir. Alomatidan o'lgudak nishoni bilguradir. To'rining yarlig'i bor edi. Eytur edim. Tamg'asi bor edi. Ko'ristar edim, o'lib ketib boradurman deb iztirab qiladir. Yana bir hisob bilan Navro'z kunidir. Markab jabtib edim, na bo'lg'ayki bu kunni anda o'tkazsalar deb bisyor ma'qul ko'rsatib taklif etdi. Hazrati Hojam barmoqqa va'da berdilar. Ammo bu g'azi to'ng'iz chiqqandan keyin podshoh zodalar o'rda ulug'lari jam'i bo'lib barurni man'i qildilar. U asarda na Saidiya xalqida ulamolarning Navro'z qutlaganligi, na umum xalqning qutlaganligi haqida hech bir bayon yo'q. Yana kelib Muhammad Sodiqqa o'xshash davrning saraxsisi, Samarqandisi kabi nadir faqih, ijtihodliq ulamosining asrlar mobaynida Turkiston ulamolarining o'rtaq ijmosi darajasiga berib qolgan bir masalada hammaga xilof holda Navro'zni tabriklashni joiz sanganligimi aqlga uyg'un kelmaydi. Tazkira-i azizanda shundaq hodisani bayon qildi degan taqdirdami, uni bir bayon yoki voqeani bayon qilish jumlasidan deyishkili bo'ladi-ki, uningdan biror shar'iy hukm so'zib chiqilmaydi. Yuqorqidagi da'volarni yana mundaq rad qilishga bo'ladi. Yuqorqi olim, adab va shoirlarning birorsi fiqhiy hukm bayon qilib, Navro'zni tabriklasa bo'ladi deb baqmagan. Faqatla Navro'z bahorning tunji kuni bo'lg'achqa adab va shoirlar uchun ilhom manbasi bo'lib kelgan va bu vaqtda she'r qo'shiqlar to'qilib kelgan. Buni shundaq tushunish kerak. Yana ba'zilar Qashqardagi Abdulhamid Damollami Navro'z bazmanlariga qatnashatdi deb qip-qizil yolg'onni to'qigan. Albuki texi yaqinda, ya'ni 2022-yil 1-oydan keyin Xitoy turmasida shahid qilingan ustoz Abdulhamid Damollam Kashg'ari butun bir umr payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini yashartishga xizmat qilgan va bid'at zalolatga qarshi kurash qilgan rabbaniy olimdir. O zatning Navro'z bazmanlariga qatnashmaganligi xalqi olamga, shundaqla Istanbuldagi urug' tuqqan va shogirdlariga aniqdir. Demak, bu kazoblikmi Mahmud Kashg'ari, Yusuf Xas Hojib qatorliq allama ulamolarimizga qilingan tuhmatning davomidir. 11. Navro'z buloq o'ydirmasi. Ba'zi Uyg'ur yozuvchilar millatimizning shundaqla ulamolarimizning islomiyatdan keyinmi Navro'zni tabriklab kelayotganligini da'vo qilib, bu da'vosiga Mahmud Kashg'ari mazarining yanida Navro'z buloq deb ataladigan bir buloq borligini, ulamolarning taliblari bilan birga mazkur buloq beshida Navro'zni tabriklashadiganligini to'xtamay tashviq qilishadi. Masalan, Ali G'ofur mundaq deydi: Qashqarning Opal rayoniga joylashgan Uyg'ur olimi Mahmud Kashg'ari mazari Hazrati Molla mazari deb ataladi. Yanada Navro'z buloq deb ataladigan bir buloq bor. Uzun tarixning shohidi bo'lgan bu buloq haqida shoirlarimiz nurg'un she'r, qo'shiqlarni yozishgan. Bu buloqning o'z vaqtida Navro'z sayillarida tantanalik o'tkaziladigan sayilgohlardan bo'lganligi aniq. Hazrati Mollam tazkirasining oyoq qismida ustozlar va qorilarning o'z ta'riflarini boshlab Navro'z buloqqa berib, bu yerda tunab sayli qildiganligi va taliblarga shu buloqdagi saylida ilmiy unvon beriladiganligi bayon qilingan. U yana mundaq deydi: 14-asrdan burungi davrlarda har yili Navro'z faoliyati shu buloq bo'yida o'tkazilib kelganlikdan bu buloq Navro'z buloq deb atalgan. Qashqar Opaldagi Mahmud Kashg'ari mazarining yanida Navro'z buloq deb bir buloq bor. Mahmud Kashg'ari taliblar bilan Navro'zda shu yerga chiqadi va buningga o'xshagan ajoyib ta'sirli to'qilma hikoya rivoyatlar yetuk olim ajdodimizning nomiga Mahmud Kashg'ari to'g'risida hikoyatlar degandek yozmalarda tilga ilingan bo'lsa-mu, ishonchli tarixiy materiallarda kelmagan. Kelgan taqdirdami bu faqatla o'quvchilar aro mushoira uyushtirishdek ba'zi bir ilmiy faoliyatlar bo'lganligini ko'rsatadi. Hargizmi hozirgidek umum xalq bayram qilib tabriklashni ko'rsatmaydi. Natijada bu yana shar'iy hukmni amaldan qoldira olmaydi. Mazkur buloqning haqiqiy ismiga kelsak, 1983-yil 1-oyning 6-kuni Qashqar ma'muriy mahkamasi tomonidan chaqirilgan Opaldagi Hazrati Mollam mazarining Uyg'ur olimi Mahmud Kashg'arining mazari ekanligini aniqlash to'g'risidagi suhbat yig'inidan keyin peshqadam ulamolarimizdan Amir Husayn Qozi Axunim o'zi saqlagan otasi Qutlug' Hojim Shavqiydan miros qolgan vaqfnoma hujjatida Qashqarning Opal rayoni tog' bag'rida suzuk buloq. Hujjatning asl nusxasida Chashma Zulali ustida dafna qilingan. Hazrati Mavlam dinning quyoshi Husayn o'g'li qalam egisi bo'lgan Mahmud Kashg'arining mazariga mutlaq vaqf va abadiy sadiqa deb yozilgan.
Hijriya 1252 yılı Rəcəb ayının 14-cü günü şəriət asasıga qurulğan Kaşigar Qazi Məhkəməsinin qazisi Molla Sadiq Alamşah Həzrətləri bu vaqfnamə hüccətinin axırıga özünün ələm axunluq möhrünü basqan və bu hüccətinin rastlıqıga öz vaqtidagi ulamalar və qazixana katibləri guvah bolğan. Demək, Həzrəti Mollam emas, Həzrəti Mevlam, Novruz bulaq emas, Süzük bulaqdır. Novruz bulaq namlıq filmni 80-ci illərinin axırı Şinjan televiziya stansiyası Qashqarda suratga alğan bo'lib, bu tarixiy burmulashlarda Xitoyning qo'li borligida shak yo'qdir. 12. Xitoy hukumatining Navruzni tirildirishning sababi. Shunimi aytib qo'yish kerakki, Xitoylarning bu bayramni 1980-yillarda qaytadan tirildirishi hargizmi Uyg'ur va Turkiy millatlarning an'analariga ko'yinganligidan emas, balki Novruzning birdan-bir islom dini bilan munosabati bo'lmagan bayram bo'lishidandir. Ya'ni Sharqiy Turkiston xalqini islomdan yiroqlashtirish va ikki hayit tantanasini ojizlashtirish maqsad qilingandir. Bu ba'zi maqolalarda tuvandagidek aniq ifodalangan. Ali G'ofur maqolasida mundaq deyilgan: u o'zining uzoq davrlik tadrijiy taraqqiyoti jarayonida dindan xoli bayram jarayonida hech qanday diniy marosim o'tkazilmaslikdek alohidaligi bilan boshqa diniy bayramlardan alohida farqlanib kelgan. 80-ci yillardan boshlab har darajalik partiya hukumatlarining bir tutash rahbarligida Novruz bayramini hamma millat kishilari tang qutlaydigan cho'ng bayramlar qatoridan o'rin oldirishga tirishgan. Har qaysi viloyatlik partiyalar har millat xalqini tashkillab Navruzni o'rtaq tabriklashni yo'lga qo'yishi fikri 2004-yili 1-numurliq hujjatni tarqatgan hamda maxsus Novruz bayramiga rahbarlik qilish guruhi ta'sis qilib, har yili 3-oyning 21-kunidan boshlab 3-oyning 25-kunigacha bayram qilishni bekitgan va bu bayram Millatlar Ittifoqligini ilgari surib, vatanparvarlik tarbiyasini texmo cho'nqurlashtirishda ijodiy ahamiyatga ega degan qanoatga kelgan. Novruz bayramini qutluqlash faoliyati qonun bo'yicha qo'g'dalgan. 80-ci yillardan boshlab har qaysi viloyat va bir qism nahiyalar navbat bilan cho'ng tipdagi Novruz faoliyatlarini o'tkazib, bayramni qutluqlash bilan birga yo'qolish girdobiga berib qolgan bu an'anaviy bayramni davomlashtirish va asliga keltirish uchun ijobiy rollarni o'ynagan. Har darajalik partiya hukumatlarining yaqindan qo'llashiga ergashib, bu bayram texmi zo'r ko'lamda o'tkazilish fursatiga va yangi hayotiy kuchga erishdi. Junayd Bakri maqolasida mundaq deyilgan: o'tgan asrning 80-ci yillardan beri partiya va hukumatning milliy siyosatining to'g'ri izchillashtirilishi orqasida Uyg'urlarning Novruz bayramini shod-xuram o'tkazish fursatiga erishdi. Ba'zi bir diyonati nadonlar buni milliy an'ana deb o'ylab, o't yoqish va o'tdan atlash, ayol aralash usul o'ynash, yarim-yalang'och kiyinish, xo'roz, qo'chqor so'qishtirish, ittalashtirish va bu kunni barakatli deb e'tiqod qilish qatorliq nurg'un munkaratlar bilan to'ldirib tabriklab kelgan va bu xil tabriklashlarni millatni so'yguchi va an'analarga varislik qilg'uchi bo'lib tashviq qilgan. To'liq afsuski, Novruzning hukmi payg'ambarimizning hadisi va O'rta Osiyo, Turkiston va Mavaraun Nahr shundaqla butun dunyo ulamolarining bayonlari bilan aniq harom turizmi bu vaqtda har yili da'tarash qilib, din ahliga haqorat yog'dirib kelayotganlarni hech bir ilmiy yoki shar'iy asosi yo'q uchurlarni keng yeyish orqali Novruz bid'atini tirildirishni, milliy bayramni tirildirishga tang qilayotganligini, hatto hukm chiqarish uchun salohiyat yo'q turuqliq shar'iy masalada fatvo pichib yurganlarni ko'rib turamiz. Xotima. Xulosa shuki, Novruz bayrami yolg'iz qadimki Uyg'urlarga xos bo'lgan an'anaviy bayram emas. Navruzni tabriklash islom dinimizda cheklangandir. Novruz nuqul tabiat bayrami emas, balki islomiyatdan ilgirki diniy e'tiqodlarga chetishlikdir. Tarixda Turkiston ulamolari Novruz tabriklagan emas. Yaqinqi va hozirgi zamon olimlarimizmi Navruzni tabriklash to'g'ri emas deb qaragan. Qizil Xitoy hukumati Novruzning islom dini bilan munosabati yo'q bayram ekanligini obdan bilgachga, Sharqiy Turkiston xalqini islomdan yiroqlashtirish uchun 1980-yillarda Navruzni cho'ng bayramlar qatoridan o'rin oldirishga tirishgan va har yili Navruzlik san'at kechiliklari o'rinlashtirib, xalqimizga bu bayramni milliy an'anaviy bayram deb qabul qildirishga kuchigandir. Muhojiratdami ba'zi to'plarning mazkur Xitoy siyosatiga tankash qilayotganligi, vatan ichida islomiy bo'lgan milliy kimlikni bulg'ash uchun tirildirilgan Novruzdan iborat jahiliyat bayramini bir qism tashkilotlar tomonidan irqiy qirg'inchilikdek milliy mavjudlik tahdidini suslashtirish, yuz berayotgan vahshiyliklarning qabih obrazini yumishtish uchun madaniyat qirg'inchiligi nomi ostida tirilayotganligi bir amaliyotdir. Shubhasizki, Sharqiy Turkiston xalqining jumladan Uyg'urlarning an'anaviy bayrami Ro'za hayit va Qurbon hayitdir.
Bu ikkisiga Navro'zni tabriklashni qo'shib olish islom dinimizga shundaqla shonliq Uyg'ur, turk islom madaniyati an'anasiga varislik qilishda mas'uliyatsizlik qilish bo'lib qolmay, sharqiy turkistonliklarni bo'lish va o'zaro da'tarashqa selish o'yinlariga moslashib berishdir. Xitoyning changalidan qutulib turibmi, Navro'zga shar'iy yuchuq etish uchun qilinayotgan ilmiy saxtaliklarning, diniy burmilashlarning muhojiratda oyoqqa uzilmay davomlashayotganligi haqiqatan achinarli. Bundaq ahvollar to'g'ri usulda isloh qilinishi, xohishiga to'g'ri kelgan yoki ezib ichirilgan jahiliyatchi tushunchalarga emas, haqqa, dalil pokitga hurmat qiladigan, xatoni xato, to'g'rini to'g'ri deydigan va to'g'ri bilganga amal qilishga dadil bo'la oladigan haqqoniy ongning tiklanishi zaruriyatdir. Allah ilmni xohishiga xizmat qildirishga ishlatadigan ilm ahlilikdan, chiroyli ko'rsatilgan botilga mahliya bo'lishdan asrasin. Xalqimizning sog'lom din va dunyo qarashini tiklishiga muvaffaq qilsin. Doktor Abdul Aziz Rahmatullah, Sajiya Islom tadqiqot markazi. Hijriya 1443 yili 16 Sha'ban, milodiya 2022 yili 19 mart.